Endi bu qizni boshiga bir balo keladi deb kutayotgan balo yaqinlashishni boshladi. Meni videoni qirqib montaj qilishib, bu prezidentga qarshi gapiryapti deb tayyorlashibdi. Maxsus videolar meni gapirganlarim qirqib A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Manhiyotga to'xtanglar demagan olimga Alloh taolo bo'z qiladi. Dinan man qilingan narsaga domla bo'lib turib agar indamasak, Alloh taoloni g'azabidan hech birimiz qutula olmaymiz. Albatta, domlaligimizga hayf deymiz agar indamay turaversak. Lekin bugun arpa ekkan kishi ertaga bug'doy qani, nega bug'doy o'rib olmayapmiz biz deb hayqirsak, u ham xato. Iqtitofi samarot degan narsa bor, ya'ni mevalarni to'plab olish. Bir solihindan ota-ona bolasi suv turgan idishlarni teshib, suv turgan idishlarni sindirib ketadigan odati bor ekan. Ota-ona bir xonaga kirib o'ylashibdi. Qani eslab ko'raylikchi, qaysi gunohimiz uchun bolamiz bunaqa gunoh ishlarni qilyapti? Keyin o'sha ayoli aytgan ekan, "Ha, men esladim, gunoh mendan o'tgan edi. Men birovnikiga mehmon bo'lib borganimda shu bolamga homila edim. O'sha mezbon bizni dasturxonimizga anor qo'yganida uni mezbonni oldida yeyishga uyalib, mezbon chiqib ketganida igna bilan teshib, o'shani suvini ozgina og'zimga olgan edim. Ta'mini ozgina og'zimga olgan edim. Ana shuni gunohi, ana shu gunohimdan sabab, ana shu fe'limdan, ana shu harakatimning natijasi mana bu bola birovlarni suv idishlarini sindirib ketish fe'l atvori bilan insonlarni qahru g'azabini, insonlarning badduosini olyapti kabi hikoyalar juda ko'p manqibalarda zikr qilingan. Endi kecha ota-onalar konsertlarga borishdi. Kechagi kunimiz, oldingi masalan bundan 20 yil o'sha joydagi militsiya xodimlari nega qarashmayapti deyapsiz-ku, yoki ba'zi mansabdorlar aybdor deyapsiz-ku. O'sha siz aybdor deb o'ylagan kishilarning ota-onalari bundan 20 yil oldin, ba'zisi 10 yil oldin, yoki o'sha siz ayblayotgan mansabdor yoki toifaning ota-onalari o'sha bolalariga homila bo'lgan paytida balki konsertlarga borgandir. Yoki bu nimasi deb hayqirayotgan bugungi kishilar haliyam konsertlarga borib yurgandir. Tushunyapsizmi? Balki o'zini qayinlari, erkaklar bilan, nomahramlar bilan gaplashib yuradigan, gaplashganda salom alik qilishni o'zi xato dinimizda. Al-hammu val maut hadis sharif. O'zini qayini bilan gaplasha olmaydi ayol kishi. Qayin og'asi, qayin birodari bilan gaplasha olmaydi dinimizda. Gaplashsa ham juda zaruriy gaplarni gaplashadi. Bir dasturxonda o'tirish, kulishish, bular man qilingan. Yoki bugun xalq piva festivaliga kim izn beryapti deb birovlarni ayblayapti. O'sha xalqni ayblagan kishilari kimni ayblayotgan bo'lsa, o'sha kishilarning ota-onalari balki bolalariga tashqaridan tayyor taomlarni rosa ko'p bergan bo'lsa kerakki, o'sha bolalar bugun solih amallarga muvaffaq bo'lisha olmayapti. Solih amalga muvaffaq bo'lishi uchun avvalo toza luqma berishingiz kerak. Bu qanaqasi, uyalmaysizmi? Bu nimasi deb masalan men birovni ayblasam, lekin o'zim konsertlarga borib yuradigan odamman balki o'zim
qiziqchilarni konsertiga boradigan, o'shalarni kinosini ko'rib beradigan odamman, balki deyapman. Ya'ni bizning xalqimiz bugun faqat o'sha ayol emas, u ayolni chiqishi ko'pchilik kishiga jasorat berdi, to'g'ri. Bu joyda u kishini ayblamayapmiz. Bu joyda meni o'g'lim nega bunaqa bo'lib qoldi degan har ota-onaga aytyapmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam homila bo'lgan ayolga qancha oylik homilang dedi, 3 oylik dedi. 3 oy kechikibsan tarbiyada dedi-ku. Demakki, homila bo'lgan paytingizda yoki Imom Azam rahimahullohning ota-onasini eslab ko'ring. Imom Azam rahimahulloh bir oyda Qur'oni Karimni yodladim deganida onasi yig'ladi. O'zi undan ham oldin yodlab olishingiz mumkin edi, lekin otangiz o'sha suvdan oqib kelgan shubhali olmani bir marta tishlagani uchun, og'ziga o'sha olmaning ta'mi qochgani uchun siz bugun yodlashingizni muddati uzayib ketdi deb yig'lagan edi. Yoki yana bir Ahmad Beyjon hazratlari degan bir avliyo vaz qilayotganida akasi shunday vaz bo'layotgan xonaga boshini tiqib kulib chiqib ketgan edi. Shunda Ahmad Beyjon hazratlari onasiga, onajon, meni akam vazimga qaradi, kuldi, chiqib ketdi. Vazimda ko'p kamchiliklar bo'lsa kerakda deb yig'ladi. Shunda onalari Ahmad Beyjon hazratlarining akasiga sababini so'raganida akasi yo'q, men kamchilik ko'rganim uchun kulmadim, balki ukamni ilm majlisida juda ham ko'p farishtalar bor edi. Oyog'imni qo'yishga joy topolmaganim uchun chiqib ketdim dedi. Bu javobni eshitib ukasi yana ko'proq yig'lay boshladi. Akamni ko'rgan u malaklarni men nega ko'ra olmadim deb. Shunda onasi aytdiki, o'g'lim, ayb senda ham emas, menda ham emas. Men bir kuni namozga turganimda sen qattiq yig'lay boshlading. Qo'shni ayol kelib seni emizdirdi. Men namozga salom berib hamon o'sha zahoti so'radim, tahoratingiz bormidi deb. O'sha ayol yo'q deb aytdi. Siz o'sha tahoratsiz ayolni sutini ichib qo'yganingiz uchun hozir mana farishtalarni ko'ra olmayapsiz avlodim deb aytdi. Qarang, ota-ona balki vaqtida aroq ichadi, balki vaqtida televizorlar, kinolar ko'radi, vaqtida konsertlarga tushishadi, vaqtida bolalariga shubhali narsalarni yediradi, hech narsa qilmaydi deydi. Keyin o'g'illari katta bo'lgan paytida nega meni hurmat qilmayapsan deb sochlarini yuladi, tizzalariga uradi, lekin kech bo'ladi. Ana endi ertaga, mayli bugungacha bo'lgan narsa bo'ldi, endi bo'yog'i sindi. Endi ertaga odil rahbarlar chiqishi uchun, ertaga sionizmaga o'xshagan sharli quvvatlar, mulhidlar O'zbekistonimizni va butun islom olamini ana shunaqa maynavozchiliklarga bo'g'ib tashlamasligi uchun ularning zulm panjalarini uzatishiga yo'l qo'ymaydigan, iymon qilishi porlab turadigan yosh naslni yetishtirishimiz uchun ota-onalar bugun birinchi qiladigan ishi konsertlarni izlamaydi, sayr qilmaydi, tomosha qilmaydi. Konsert tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ertaga bolalaringiz ming battar yomon bo'lib chiqadi, chunki konsert harom-ku. Bir qiziqchilik. O'sha joyda ayol erkak aralashib o'tirishibdi. Men aytmayapman bu fatvolarni, domlalar aytishyapti. Yoki tashqaridan shubhali g'idoni bugun bolangizga berayotgan bo'lsangiz, ertaga bolamning turmush o'rtog'i bolamga shunday zulm qildi yoki bolamni boshiga shunaqa musibatlar keldi deb aytib yig'lamang. Yomon bilan yurma, ertasiga aytma deganga o'xshash gaplar bor-ku. Bugun siz Allohning hududlarini buzsangiz, ertaga Alloh taolo intiqom oladi. Bundan qochib qutulish yo'q. Iqtitofi samarot. Bugun nima eksangiz, ertaga shuni o'rib olasiz. Keyin ertaga o'rtaga chiqib avliyochilik qilmang.
bunaqa narsalarni qilmanglar, zino qilmanglar, shuni qilmanglar, buni qilmanglar deb hayqirishdan oldin menga shuni aytinglar. Nima qilyapmiz? Bolalaringizga tashqaridan shubhali g'idoni tamoman kesa oldingizmi? Birinchi savol. Ikkinchisi, xulq atvorda, gunohlarni tark xususida bolalaringizga ibrat bo'la oldingizmi? Agar sizni yashayotgan diningiz muzikani izlasa ham bo'laveradi, orada hech narsa qilmaydi deyotgan saviyadagi din bo'lsa, deyotgan saviyadagi holingizni din deb bolalaringizga ibrat bo'layotgan bo'lsangiz, agar siz qo'shni bilan g'iybat ham qilaverasiz, uyingizda Qur'oni Karim xatmi yo'q yoki Qur'oni Karim xatmi qilyapsiz, lekin uyingizda shubhali g'idolar bor, shubhali g'idolarni ham tark qildingiz, lekin haqiqiy zikrdan mahrumsiz. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozi haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Ulardan biri Oysha validamizning rivoyati. Rasululloh namozga turgan paytida boshqa olamda turar edi. Undan oldin biz bilan kulishib, gaplashib, bizni olamimizda o'tirar edi, lekin namozga turgan paytida uni boshqa olamlarga ketganini shundoq yuzidan, ahvolidan bilar edik. Hattoki yaqinroq borganimizda qalbidan xuddi qaynayotgan qozondan chiqqan ovozga o'xshagan ovoz chiqar edi deyilyapti. Bu o'sha qalbning zikri qalbiy holatidir. Buni tasavvuf ahli robita deb aytyapti. Yoki Hanzala radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, ey Hanzala qandaysan deganida, munofiq bo'lib qoldim deb o'ylayapman o'zimni deydi. Nega deganida, Rasulullohning suhbatida juda ham feyzli bo'lyapman, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatida ayrilganimdan keyin dunyo ishlariga aralashib ketyapman. Aqlim dunyo ishlariga aralashib ketyapti. Rasulullohning huzurida sallallohu alayhi vasallam jannat haqida gapirgan paytida o'sha jannatga ulashish uchun har qanaqa fidokorlikka tayyorman, tayyor his qilaman o'zimni. Jahannam haqida aytgan paytida o'sha jahannamdan qutulish uchun har qanaqa fidokorlikka, har qanaqa ibodatga tayyor his qilaman o'zimni. Lekin o'sha suhbatdan ayrilganimda holatim o'zgarib qolyapti deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu buni eshitib, Rasulullohning huzuriga boraylik sallallohu alayhi va sallam, u zotdan so'raylik dedi. Va so'rashganida, yo'q, ey Hanzala, ey Abu Bakr Siddiq, siz munofiq bo'lganingiz yo'q. Balki mening suhbatimning barakoti bu. Agar siz doimiy ana shu suhbatimdan olgan huzuringiz hech kamaymasdan doimiy o'sha huzur bilan davom etsangiz, farishtalar sizni oyoqlaringizni oldiga, tagiga qanotlarini yezib turadi. Sarib turadi, nima deydi o'zbekchasiga? Payondoz qiladi ya'ni deb aytgan ekan. Bu hadis sharifdagi bu holni ham tasavvuf ahli doimiy robita deyishadi. Doimiy robita holi. Robita nima deb so'raysiz-ku? Doimiy robita holi. Namozga turganlarida qalblari qozonda suv qaynaganday bir ovoz eshitilayotgan edi sodirlaridan, latoifidan, qalb ruh sir xafiy axfosidan. U holga qanday erishamiz? U holga robita bilan. Oldingi darsda aytganlarimizni qaytadan takrorlaylikki, bizga takror walau kana 180 at-takraru ahsan walau kana 180. Ya'ni takrorda foyda bor. At-takraru ahsan walau kana 180 demişler. Aqimus salata li zikri. Namozni meni zikrim uchun iqoma qil. Zikr bu zikri qalbiy, zikri haqiqiy, latoifdagi zikr. Boyagi payg'ambarimizning tanjara qaynaganday sodiridan ses chiqqan, ovoz chiqqanga o'xshagan zikr. Endi bu faqat vazkur robbaka iznasita.
Robbingni zikr qachon qila olasan? Allohdan boshqa har narsani esingdan chiqargan paytingda. Bu esa faqatgina robitada bo'ladi. Robitada qo'lga kiritiladi. Chunki robita Alloh taoloning zoti ila aloqador amaldir. Alloh taoloning zoti ila aloqador amaldir. Allohu akbar. Odam alayhissalom jannatda xuld, shajaratul xuld, abadiyat daraxtidan olmani yema. Bu abadiyat daraxti deb shayton vasvasa qiladi. Yema, agar yesang mana shu jannatda doimiy qolib ketasan deydi. Shunda Odam alayhissalom Alloh taolo shayton seni dushmaning, undan uzoq tur. Sizlarning dushmaningiz va bolalaringizning dushmani, undan uzoq turinglar degan ahdnomasini Odam alayhissalom esidan chiqarib qo'yadi. Lekin qasddan qilmadi bu ishni. Esidan chiqargani uchun, men jannatda abadiy qolar ekanman-da deb o'sha olmani yeb qo'ygan edi. Qarang, Alloh meni jannatda yaratdi. Mana shu ne'matlar menga doimiy bo'lsin. Men bu ne'matlardan ayrilib qolmay degan qasd bilan, degan maqsad, niyat bilan o'sha olmani yeb qo'ydi. Niyati doimiy, abadiy o'sha ne'matlarning ichida jannatda qolish edi. Lekin Allohning qadariga taslim bo'lay demagan edi, deyapti butun ulamo, tafsir ulamosi. Masalan, Ibrohim alayhissalom o'tni ichiga otilayotgan paytida Jabroil alayhissalom kelib seni qutqaraymi degan paytida, sen kimsan dedi. Men Jabroilman deganida, meni Robbim ko'rib turibdi. Meni Robbimning menga tayyorlagan qadari bilan meni biroq dedi. Ya'ni meni xoli qo'y. Men Robbimga taslimman dedi. Qarang. Hattoki Abdul Qodir Geyloniy hazratlari aytayaptiki, ey inson, o'zing uchun orzu qilma, nafsing uchun hech narsani orzu qilma. Chunki Robbing sen uchun nima yaxshi, nima yomon ekanini biladi, deyapti. Hattoki ba'zi darvishlar bor kunimizda, anaqa Robiyatul Adaviyya ikki qo'lida 2 dinorni ushlab shunday g'ayrat bilan ketayotganida, haybat bilan, birov to'xta Robiya, qayerga ketyapsan bunchalar haybat bilan? Allohning dushmani, payg'ambarlarning va solihinning dushmani bo'lgan mana bu 2 dinor qo'limga tushib qoldi. Uni muhabbati qalbimga kirib qolishidan qo'rqib ketyapman. Bir muhtoj topib o'shalarni sadaqa berib yuboraman dedi. Robiyatul Adaviyya bilan, hattoki Robiyatul Adaviyya ham dunyoning muhabbati ichima kirib qolmasin deb qo'rqqan bo'lsa, demakki undan hamma qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqqan hamma dunyoni muhabbati ichimga kirib qolmasin deb qo'rqish kerak. Qo'rqmayotgan bo'lsa Allohdan qo'rqmayapti demakki. Sahoba-i kiromni qarang. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu butun molini Alloh yo'lida sadaqa qildi. Umar radhiyallohu anhu yarmini sadaqa qildi. Ansor muhojirga yordam beraylik deb yarim davlatini muhojirga taklif qildi. Hattoki kunimizda shunday darvishlar borki, uyiga ozgina pul to'planib qolsa, tez kitob, shunga o'xshash kitob deganda yangi chiqqan kitoblarni emas, yangi taqvosiz kishilarning kitoblarini emas, eski murshidi komil avliyolarning kitobini tez sotib olib oray deyishadi. Chunki deyapti, uyimga biroz ozgina pul birikib qolsa, deyapti, darrov bir kasallik, bir noxush narsalar chiqib, pul o'sha joyga sarf bo'lib ketadi. Robbim menga o'sha joyda norizo bo'lganini his qilib qolaman, deyapti. Chunki bir tushlarida sahoba-i kiromdan bir zot kelib, judayam uzoq joylardan kelyapman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dunyo molini istamadi deb aytayapti. Qarang. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Endi Odam alayhissalom
baribir ham nafsi uchun o'sha abadiy Robbining huzuri bo'lgan jannatdan abadiy ayrilib qolmay, abadiy o'sha joyda qolay. Hani jannatdan ayrilib qolmay, jannatda abadiy qolay deb o'sha daraxtni mevasini yeb qo'ydi. Shunda qarang, nafs uchun orzulardan voz kechish kerakligini boya aytdik. Abdulqodir Geyloniy hazratlari ham aytayapti. Hey, sen nafsing uchun hech narsa orzu qilma deyapti. Ha, yuksak maqomlarni orzu qilasiz. Nima uchun? Allohga qurbiyat va Allohga isyondan tamoman qutulish, pardalarning ochilishi uchun. Ham g'ayrat qilasiz, ham doimiy duo qilasiz. U boshqa. Ana endi o'sha olmani yeb qo'ygandan keyin uning u ikkalasining ustidagi nur libosi yo'qolib qoldi. Nurdan liboslari bor edi. Xuddi shunga o'xshab siz ham bir narsa nafsoniy orzungizga odim otsangiz hirs bilan, nafsoniy orzungizga, endi Alloh taoloning izn bergan mashru doirasi mustasno, mashru, muboh doiralar mustasno. Lekin qanoat degan narsa bo'lish kerak. Qanoat, masalan, uxlash nafs uchun zaruriy, bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga o'xshash ba'zi hojatlarni chiqartdi Alloh taolo, ovqat yeyish. Lekin o'sha joyda ham oyat karimada bir tanbeh bor. Azhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya. Dunya, ya'ni toyib ne'matlarni hammasini, zavqlarni, lazzatlarni dunyo hayotida bitirib qo'ysangiz, oxiratga nima qoladi? Buni Umar radhiyallohu anhu aytgan edi bir sahobaga. Nima qo'lingdagi deganida, Jobir radhiyallohu anhu edi. Qo'limdagi go'sht, ashtaraytu. Men ishtahim o'sha go'sht yeyishni istadim, sotib oldim deganida, amma taxaf min hazihil aya, shu oyat karimadan qo'rq. Azhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya. Dunyoda butun ne'matlarni bitirib qo'yasizmi degan oyatdan qo'rq degan. Va kunimizda darvesh zotlar bolalariga ham o'rgatib qo'yganki, bolam bir ne'matni yonida bir ozgina kulfat chiqib qolsa, masalan, ovqatni pishiryapti bir odam, yoki onangiz ovqat pishirdi, yoki sen ovqat pishirding. O'sha joyda ozgina ta'mi o'xshamay qoldi, yoki shuncha lazzatli taomlar bor, lekin noningizni bir tarafi kuyib ketdi, masalan. Yoki o'sha dasturxonda voy, nega anaqa pomidor olib kelmading? Voy, pomidorsiz yeymizmi endi? Ha, bir narsa kam bo'lib turish kerak o'sha joyda. Nega? Chunki bir kam dunyo o'zi. Hamma narsa to'liq to'kis, u istidroj. Allohdan qo'rqish kerak. Bir narsani kamroq olib yuraveringlar. Masalan, hattoki o'sha ustozimizning bolalari ham kichkinaligidan masalan, juda yaxshi bir safarga chiqishdi, yo'lda kelishyapti. Avtobusda bir uyalmaydigan, tarbiyasiz bir odam, masalan, ayol, sen orqaga o'tib ket, men o'sha joyga o'tiraman deyapti, masalan. Yoki o'g'lim, bolamni o'sha joyga o'tqizaman deyapti, masalan. O'zi haqqi yo'q, o'sha joyni boshqa odam sotib olgan o'zi, masalan. Yo'q, o'tmayman demayapti-da bolasi, o'sha ustozimizning bolasi. Ha, mayli deb orqaga o'tib ketyapti. Keyin unga onasi so'rayapti, nega unaqa qilding? Haqqingni talab qilmaysanmi o'g'lim deganida, hani orqada o'tirish, ko'ngil ozish, ya'ni charchashingga sabab bo'ladi, boshqa. Shunda o'g'li aytayapti, axir o'zingiz o'rgatgan edingiz-ku. Hamma narsa yaxshi. Bir narsa kam bo'lib, kamchiligimiz shu bo'lsin. Undan ham battarroq, yomonroq ahvollardan Alloh saqlasin. Bu bizni yo'l sadaqamiz bo'lsin. Tushunyapsizmi? Kamchiliklar, ha. Qarang, masalan, bir she'r bor. Salmon Foniyning bo'lsa kerak. Qusurumni sevar oldum, qusursuzun muhri diye. Ham qabula vasila ham ni'mata qul shukri diye degan ekan. Ya'ni men qusurimni,
o'zimni xatolarimni ham sevaman. Hayotimdagi ne'matlarning ichida ba'zi narsalar qusurli bo'lsa, o'shalarni ham sevaman, yaxshi ko'raman. Nega? Chunki qusursiz bo'lgan Parvardigorning bir muhri o'sha joyda. Ham qabulga vasila sening ibodating, ham ne'matga qul shukr qiladimi? Bir narsa kam bo'lib qoldi. Masalan, 40 dona somsa pishirdingiz, biri ko'yib ketdi. Bo'ldi, 39 somsaga shukr qilasanmi? Hammasi kuyib ketishi mumkin edi. Xullas, Odam alayhissalom o'sha narsani yeb qo'ygandan keyin badanidagi o'sha nurli qiyofatlari yo'q bo'lib qoldi. Demakki, siz ham nafsingizni xirsiga tobe bo'lib, Allohning hududini, man qilgan narsasini yeb qo'ysangiz, Allohning hududini buzib qo'ysangiz, o'sha joyda sizdan ham nurli elbisa, qiyofat, nurli libos olib qo'yiladi. U ham bo'lsa taqvo libosi. Ana endi Odam alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo qaranglar, bu shayton, uni aytganini qilmanglar. Agar aytganini qilib qo'ysanglar, unda yer yuziga tushib ketasiz va sizga qurbiyat maqomidan mehnat, mashaqqat maqomi boshlanadi. Mashaqqatga tushib ketasiz, mashaqqatli olamga tushib ketasan deb Alloh subhanahu va taolo tanbih bergan edi. Lekin Odam alayhissalom uni esidan chiqarib qo'ydi. Bu nimani bildiradi deganida tasavvuf ulamosi aytayaptiki, hattoki Imom Birgiviy hazratlari ham aytgan, ko'p olimlar kitoblarida aytayaptiki, mashaqqat nima deganida, mashaqqat bu ruhning, nafsning hayvoniylashishi. Ya'ni nafs yo farishtaga o'xshab ketadi, malakvash deymiz, yoki hayvoniy bo'lib ketadi, tamoman hayvoniy bo'lib ketadi. Osonlik nima deganida, ruhing malakvash bo'lib ketsa, malakka o'xshab, farishtaga o'xshab ketsang, hamma narsa senga oson bo'ladi. Zolat mashaqqati takalifi shar'iyyati an ahlullohi li farti muhabbatuhum iyyahu subhanahu va taolo. Butun shar'iy takliflarning mashaqqati, qiyinchiligi izola bo'ladi. Ya'ni ketadi. Hech qiyinchiligi qolmaydi. Kim uchun? Avliyo uchun. Nega? Allohga muhabbatlari, aşırı muhabbat degan nima degan o'zbekchasiga? Ziyoda muhabbatlari uchun. Xullas, osonlik nima? Qiyinchilik nima? Osonlik, qarang, agar robita tuttirib, boyagi Hanzala radhiyallohu anhuning aytgani va Rasulullohning doimiy fayz bilan yursang, farishtalar qanotlarini seni oyoqlaringni oldiga, tagiga payandoz qiladi degan paytdagi mujda. Agar qalbing doimiy fayz bilan, doimiy zikr bilan yursa, hayoting jannat bo'ladi. Xuddi Odam alayhissalomni jannatda yashaganidek. Buni o'zingiz ham his qilasiz. Masalan, har kun to'xtamasdan xatmlarga davom etsangiz, har kun zikrdan chiqmay yuraversangiz, har kun Allohdan boshqasini unutib yurishga odatlansangiz, tatanazzalu alayhimul malaika, farishtalar nozil bo'lib sizni xursand qilayotganini his qilasiz. Shunaqa nozik insonga aylanib qolasiz. Buni o'zingiz ham his qilasiz. Eng qabih insonlar, eng qattiq qo'pol muomalalari ham sizni xafa qila olmaydi. Eng yomon insonlarga ham eng shirin, eng nozik, eng xush muomala bilan javob berasiz. Lekin bir ozgina hadsizlik qilsangiz, ozgina zikrdan uzoqlashib ketsangiz, ozgina bir boyagi zikr feyzidan tashqariga chiqib ketsangiz, nafsingizni orqasidan ketib, ana endi qachon qaytib kelishingizni bilmaysiz. Balki bu g'aflatingiz 2 kun surar, balki 2 soat, balki o'lguningcha davom etadi deb avliyoulloh g'aflatga tushishdan qattiq saqlanishgan ekan. Xabar kelsa 1000 sanadir bu dunyoda muhlatin,
halokina kafidir bir an haqdan g'aflating degan ekan yana Salmon Foniy. Ya'ni senga xabar aytsalar, samodan bir xabar kelsa, bu dunyoda 1000 yillik hayoting bor, muhlating bor 1000 yillik deb xabar kelsa, lekin o'sha 1000 yilning ichida bir ongina Allohdan g'aflatda qolib ketsang, o'sha on seni halokingga kafidir. O'sha g'aflat shunchalar qo'rqinchli narsa. Xullas, Odam alayhissalom uchun mashaqqatli hayot boshlandi. Yerga tushganida, yerga tushirilganida, yerga indirildi deyiladi. Ihbitu amri bilan yerga tushirildi. O'sha Odam alayhissalom jannatdagi mashaqqatsiz hayotidan yerga o'sha yasoq, ya'ni yasoq degani man qilingan olmani yegani uchun yerga tushirilgani kabi, sen ham shubhalilarni yeyotgan bo'lsang, zikr qalbiydan uzoq esang, dunyoni orqasidan quvalab ketayotgan bo'lsang, sen ham huzursiz, mashaqqatli, iskanja hayotga tushib qolasan. Ba'zi ota-onalar o'g'illari domlalarga shikoyat qilishayotgan ekan. Ba'zan sotsial mediadan, ya'ni internetdan ko'rib qolyapmiz. O'g'illari shunday debdi: "Ona, domla, meni bir qiz bilan uylanishni istayman. O'sha qizni yaxshi ko'raman, lekin ota-onam, men senga o'sha qizni olib beraman, lekin sen meni orzu havasimni yerga keltirish uchun Rossiyaga borasan. Mana bunaqa dang'illama to'y, mana bunaqa uy sotib olasan, mana bunaqa mashina sotib olasan, mana bunaqa dang'illama narsalarni sotib olasan, hashamatli. Ana undan keyin to'y qilaman" deb, o'zini ko'zini nuridan qiymatli bo'lgan, ag'la min nuril uyun bo'lgan, jonidan shirin farzandini Rossiyaga yuborib yuboryapti. Qanaqa odamsizlar? Qanaqa odamsizlar? Bolalaringizni oling, shunday shahardan chiqib keting. Tog'larni yonidagi suvlarni oqib yotgan joyida, o'sha joyga borib, masalan 10 dona pahlavon yigit o'g'illaringiz bo'lsa, hammasiga aytingki, bolalarim, bizga masalan 5 dona echki, 5 dona qo'y, yetadi, 3-4 dona tovuq, tuxumini yeb turamiz. Ozginagina tarvuz, qovun, ozgina bo'ldi, o'shalar yetadi bizga deb zikr qilib o'tiravering o'sha 10 dona bolangiz bilan. Ana huzur, mana huzur. Hammasi avliyo bo'ladi. Keyin siz qartaygan paytingizda kasalliklar xuddi bir mamlakatga bostirib kelgan dushman askarlariday hech sizga achimasdan, marhamat qilmasdan sizga bostirib kelayotgan o'sha qartayib qolgan paytingizda yoningizda 10 o'g'lingiz 10 avliyo bo'lib turadi. Bir zikr qiladi, butun xastaliklaringiz ketib qoladi. Dunyo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashabi suffa bilan o'tirishdi-ku, ashabi suffa ustida hech narsasi yo'q edi. Zo'rg'a bir avrat qismini yopib, o'sha joyda zikr qilib, zikr qilib o'tiraverishdi. Qanaqa odamsizlar? O'zingizni, bolangizni, kimni bolasi Rossiyada o'lib ketyapti, kimni bolasi begona yurtlarda, nega unaqa qilyapsiz? Tez, uzoq mamlakatlarda bolangiz bo'lsa, tez qaytarib olib keling o'sha bolani. U joyda namozini qila bilyaptimi? Ilm olish uchun boshqa mamlakatga ketyapman desa, yana tahlikali. Ahli sunnat domlasini topa oldingizmi boshqa mamlakat? Masalan, Arabiston taraflariga ketayotgan bo'lsa, ahli sunnat domlani topish qiyin. Buyuk ehtimol vahobiylarni darsiga tushib qoladi u bola. Ana endi oxiratini ham xarob qildi. Nega? Chunki vahobiylar avliyolarni inkor qilishadi. Shafoat masalasini inkor qilishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etdi. Bo'ldi, mana shu qo'limdagi hassodan farqi yo'q endi deyishadi vahobiylarning ustozlari, Ibn Taymiyalar.
Allohu akbar va lillahil hamd. Men adali valiyan azantuhu bil harb. Mening avliyolarimga qarshi chiqib dushmanlik qilganlarga men jang e'lon qilaman deyapti Alloh taolo. Vahobiylar o'sha avliyolarga qarshi chiqadigan insonlar, bilasiz. Buni men aytmayapman. Buni domla Hindistoniy ham juda chiroyli qilib aytib bergan. O'shalarning zamonidagi Mahmud Abdullohmi degan domla vahobiylar quturgan itga o'xshaydi. Quturgan itni soliyasi birovga tegib ketsa, u ham quturib ketadi degan ifodalari bor. Biz faqat ulardan rivoyat qilyapmiz. Shunaqa degan ekan, voy, shunaqa ekanmi deyapmiz. Allohu akbar. Endi masalan vahobiylar zaif hadis, voy uydurma, voy shunaqa mavzu deb rosa bosh og'ritishadi. Masalan, senga desaki, mana ikki qop, birini ichida haqiqatdan oltin bor, bir boshqasini ichida oltin bor deganlar ham bor, yo'q deganlar ham bor. Endi bilolmay turibmiz desa, yoki unaqa emas. Bir qopning ichida oltin bor, haqiqatdan bor. Uni 100 kishi aytdi yoki 5 kishi aytdi. Mana bu qopda oltin bor ekanini faqat bir kishi aytdi desa, u bir kishi aytgan qopni ochmayman deysizmi? Yoki bir kishi aytgan bo'lsa ham ichida oltin bor, o'shani deb ichini ochib oltinini olasizmi? Lekin oltin bor unda ham. Ikkalasida oltin bor. Ikkalasida oltin bor. Faqat birini 5 kishi aytdi, birini 1 kishi aytdi. Zaif sanad degan hadis sharif shunaqa bo'ladi. Masalan, bir sahoba ikromdan bir zotga, tobiindan bo'lgan bir zot qidirib eshigini taqillatib borib so'raydi, siz Xolid bin Valid hazratlaridan rivoyat qilingan bir hadis sharifni bilar ekansiz, shuni menga o'rgata olasizmi deydi. Shunda boyagi sahoba ikromdan bo'lgan zot, tobiindan bo'lgan zotga aytadiki, menda bor, lekin uni senga o'rgatishim uchun 1 yil roza tutishim kerak deydi. Qarang. Bu hadis sharif zaif sanad bilan rivoyat qilingan, lekin o'sha zaif sanad bilan rivoyat qilinishi uchun ham shunchalar titizlik, hassosiyat ko'rsatilgan. O'sha odam 1 yil roza tutib kelib, ana undan keyin mana bu hadis sharifni ekranda ko'ryapsiz. Uzun bir hadis sharif. Inshaalloh butun tarjimalari bilan gaplashamiz. Bu hadis sharifni bir vaqt kelsa duo qiling. Niyat, yani orzu qilyapmiz deyalım. Alloh nasib qilsin. Ja'rabi ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallam, ya Rasululloh, ji'tu as'aluka amma yughnini fid dunya val akhirati. Bir kishi Xolid bin Valid hazratlaridan rivoyat qilinyaptiki, bir kishi payg'ambarimizga keldi va dediki, ey Allohning rasuli, meni dunyo va oxiratda eng boy bo'ladigan narsamdan xabar ber deydi. Dunyo va oxiratda meni eng katta boy qiladigan narsadan xabar ber deganida, faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sal amma bada'a laka. Yani bizim durumumuz bakımından bu abdest ve taharetle diğer bütün genel mevzularla alakalı. Bak aynen şöyledir. Gale Şeyh Celaleddin Suyuti rahmetullahi teala aleyh. Şeyh Celaleddin Suyuti Hazretleri dedi ki, vecettü bihattı şeyhi Şemseddin İbni Gummahin fi mecmu'in lehü. Diyor ki bu mübarek zat Celaleddin Suyuti Hazretleri, ben Şemseddin Gummah Hazretlerinin kendi el yazısıyla yazdığı bir mecmuada şöyle bir hadisi şerif gördüm der. Celaleddin Suyuti Hazretleridan rivoyat qilingan hadis sharif. Yani Celaleddin Suyuti Hazretleri aytyaptiki, Şemseddin Qummah Hazretlerining kitobida shunday bir hadis sharif ko'rdim
deyapti. Ya'ni Jaloliddin Suyuti hazratlarini bilasiz. Tafsir kitoblari bor, Ad-Durrul Mansur va soira va soira. O'sha zot bu shu uzun hadis sharif deb u hadis sharifni oxirigacha o'qibdi. Maroq etdi deydi-ku, qanaqa ekan deb ajablanibdi masalan va o'qibdi o'sha hadis sharifni. Uzunca bir hadis-i şerif. Ben de merak ettim. Sizlerle bu hadisi şerifi beraber bir görmek istedim. Gördüm diyor. Şemseddin Gummah Hazretleri kimden naklediyor? O da An Ebil Abbasil Müstağfiri, İbni Abbas-ı Müstağfiri Hazretlerinden naklediyor. Ebu Abbas-ı Müstağfiri Hazretleri diyor ki Kasattü Mısra üridü talebel ilmi min imamı Ebi Hamidil Mısri. Abu Hamid al-Misri hazretlaridan ilm o'rganishni istadim deyapti Mustag'firi degan zot. Va boya aytganimiz hikoyaning qahramonlari mana shu kishilar. Diyor ki Ebu Abbas-ı Müstağfiri ben diyor Mısır'a gidip Mısır'da Ebu Hamidil Mısri Hazretlerinden ilim öğrenmek, bir şey öğrenmek arzu ettim. Ve Mısır'a gittim. Orada veltemestü minhu hadise Halid ibn Velid radıyallahu an. Dedim ki Mısır'daki İmam-ı Ebu Hamidil Mısri Hazretlerine dedim ki diyor Halid ibn Velid Hazretlerinin bir hadisi şerifi var mı? Onun rivayet ettiği bir hadisi şerif var mı sende, senin yanında? O hadisi şerifi bana verir misin dedim. Mısır'da bak şimdi bir alim kalkıyor, Mısır'a gidiyor. Mısır'da Ebu Hamidil Mısri Hazretlerine diyor ki senin yanında Halid ibn Velid Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerif varmış duydum. Onu bana verir misin dedim. Bakın o alim ne yapıyor? İlim ne kadar dikkatle alınmış. Nasıl gördüyse Ebu Hamidil Mısri Hazretlerini nasıl gördüyse ona bu hadis-i şerif benim yanımda var. Ben bunu sana veririm. Ve öğretirim. Tabii vermek burada öğretmek demektir. Öğretirim. Ancak senden bir isteğim var diyor. Nedir isteğim? Feemerani bi savmi senetin. Bana dedi ki 1 sene oruç tutacak ondan sonra geleceksin dedi. 1 yil ro'za tut, keyin kel, men senga o'sha orzu qilgan hadis sharifni o'rgataman dedi. Qarang, bir hadis sharifni o'rganish uchun Misrga ketyapti. Uzoq bir o'lkaga va endi aytayaptiki, "Yo'q, orqangga qayt. 1 sene ro'za tut, keyin kelasan" deyapti. Ya'ni hadis sharif o'zi zaif sanad. Shunchalar hassosiyat bilan rivoyat qilingan. Shuning uchun sanadi zaif bo'lsa ham buyuk olimlarning asarlarida zikr qilingan. Buyuk olimlar o'sha hadis shariflarni o'z asarlarida zikr qilishiga qaramasdan kunimizda ahli sunnat bo'lmagan vahobiyga o'xshaganlar, vahobiy zehniyatlari zaif bo'lsa bo'ldi, o'chir deyapti. Hukm istinbodi uchun sihhat sharti qaraladi, lekin fazilatli amallarda sihhat sharti qidirilmaydi. Bu ulamoning so'zi, meni so'zim emas. Bir, ikkinchisi muqallidlar, ya'ni bir mazhab imomini orqasidan ketayotganlar dalil so'rashi man qilingan. Chunki ular dalilni bir-biridan farqlovchi, dalillarga qarab hukm chiqaruvchi bir olim emas. Dalillarni ular tushunmaydi.
arabchani tarjima qilishni bilmaydi demayapmiz. Usuli fiqhning eng yuksak saviyasidan uning favqinda usuli fiqhni birovlar yodlab olishi mumkin, lekin mujtahid bo'lish boshqa narsa. Shuning uchun eski ulamo aholiga dalil so'ylamagan. Eski olimlar mana buni buncha marta o'qiysizlar, mana buni bunday amal qilasizlar deb o'tib ketgan. Chunki olimlar dalilni tushunishadi. Shuning uchun biz ham buyuk ustozlarimizdan buni dalili qani, qayerdan olding buni deb so'ramaymiz. Bu adabsizlik hisoblanadi. Bak ne kadar zor diyoruz, öyle değil mi? Bu ilim böyle kazanılmıştır. Dedi ki evet, o hadis-i şerif benim yanımda var. Ben bu hadis-i şerifi sana öğreteceğim. Ama senden isteğim var. Nedir o? Feemerani bi savmi senetin, bana 1 sene oruç emretti. Orucu tuttum diyor. Orucu tuttuktan sonra bitirdim. Sümme avettuhu fi zalik, bu hususlu bu şekliyle orucu tutmuş olarak kendisine gittim. Feahberani, bana haber verdi. Neyle bi esanidihi an meşayihihi ila Halid ibn Velid. Hadis-i şerifi kendi şeyhinden aldı. Halid ibn Velid Hazretlerine kadar arada hadis-i şerifleri rivayet eden bütün hadis alimlerinin isimlerini zikrederek hadisi senediyle anlattı diyor. Nasıl rivayet bakın. Kâle Resulullah demiyor. Ona efendim evet, hadis-i şerifte, hadislerde bu bir şeydir. Ref edile, doğrudan doğruya Resulullah Efendimiz'e arz edilen, isnat edilen hadis-i şerifler usulü hadiste bir ayrı isimle yapılır. Ama asıl hadis-i şerif alimleri şöyledir. Hadis-i şerifi kendisi kimden rivayet etti, kimden aldı, onun o kimden ta rivayet eden sahabe, o da Resulullah'tan. Bütün arada geçen alimler zikredilir, yazılır. O alimlerin rivayet silsilesi denir buna. O alimlerin hakkında yaşadığı devirde neler söylenmiş, nasıl tasvip görmüş mü, tenkit edilmiş mi, edilmemiş mi, bunlar dahi kayda geçer. Hadis-i şerifler böyle rivayet edilmiştir. Şimdi Qaysi olimdan eshitdi? O'sha olim o'z davrida qabul ko'rilgan olimmi, haqida nimalar aytilgan, hammasi o'sha hadis sharifni rivoyat qiluvchi sanad qismiga yozilgan. Hadis sharif, bir hadis sharif uchun shuncha ko'p ma'lumot to'plangan. Bazılarının ortaya çıkıp da efendim Peygamberimiz 500 hadisi şerif konuştu, gerisi uydurma diye yalan yanlış ortaya attıklarına bakmayınız. Hadis-i şeriflerin yazılı... Bazı kişiler günümüzde Peygamberimizden faqatgina 500 hadis sharif rivoyat qilindi, boshqasi bari uydurma, ya'ni boshqalar o'zlari o'ylab topishgan, o'zlari ijod qilishgan, uni payg'ambar aytmagan deb aytishadigan kishilar ham bor. Siz unaqa deb o'ylamang, deyapti ulamomiz. Böyledir. Demek Ebu Hamid el-Mısri Hazretleri ne yapmış? Demiş ki Halid ibn Velid Hazretlerine kadar hadis-i şerif arasındaki ravilerin silsilesini zikretti ve ondan sonra da Hazreti Halid şöyle dedi ki diye söze başladı. Hazreti Halid şöyle buyurmuş. Ne demiş Hazreti Halid? Câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem inni sailüke amma fid dünya vel ahire. Demiş ki Resulullah'a birisi gelmiş, ya Resulallah ben size dünya ve ahiretle alakalı bir takım şeyleri sormaya geldim. Bizni qo'limizdagi matnda biroz xato yozilibdi. O'sha kelgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga avvalo sendan dunyo va oxirat uchun muhim bo'lgan narsalarni so'rayman dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal amma bada alaka,
istaganing qadar aqlingga nima kelsa hammasini so'ra deb aytdi. Şimdi geniş tutuyor işi. Ya Resulallah, ben size dünya ve ahiretle alakalı birçok şeyleri sormaya geldim. Fegale lehu, Hazreti Resulullah'ın ona cevabı da şu oldu. Sel amma beda lek. Sana zahir olan her şey demektir. Arapçada bu tabir kullanıldığı zaman konuşma şudur. Aklına gelen her şeyi sor demektir. Bak, sel ma beda lek. Sana zuhur eden, aklına gelen ne varsa sor dedi Resulullah Efendimiz. Gale. O da şöyle söze başladı. Dünya ve ahiret işleriyle alakalı soracağım dedi ya. Peygamberimize bu gelen zat şöyle dedi. Ya Nebiyallah. Ey peygamber, ey Allah'ın nebisi. Uhibbu en ekune alemen nas. Ben insanların en alimi olmayı istiyorum ya Resulallah dedi. Siz de ister miyiz? Veya biz de ister miyiz? Ne dersiniz? Ben insanların en alimi olmak istiyorum ya Resulallah dedi. Uhibbu en akuna a'laman nas. İnsanların en alimi bo'lishni istayman ya Resulallah deb so'radi. Gale. Peygamberimiz buna cevaben İttegillâh. Allah-u Zülcelal'dan kork, müttaki ol, tekun alemen nas. O zaman sen insanların en bilgilisi olursun. İttaqillah, Allohdan qo'rq. Endi bu ittaqillah deganni bir qancha ma'nolar aytishgan olimlar, bilasiz. İttaqillah Allohning hududini buzishdan qo'rq. Ehtiyotli bo'l, o'sha Allohning hududini buzib qo'yishdan saqlan. Yoki Allohdan qo'rq. Ittiqo ayla, taqvoli bo'l ma'nolarini berishgan ba'zi olimlar. Xullas, taqvoli bo'lsang, haromdan saqlansang, haromdan saqlanish qanday tom saqlanish mumkin? Shubhadan saqlangan kishi haromdan saqlana oladi. Xullas, haromdan saqlansang, tom bir taqvoli bo'lsang, insonlarning eng buyuk olimi sen hisoblanasan, deyapti. Nega? Chunki faqih kimdir deganida faqih rosa ko'p fiqhiy masalani yodlab olgan kishi emas. Qanchalik amal qilsa shunchalar faqihdir deb aytilyapti yana ulamoning qavillarida. Allohu akbar. Allah'tan korkmayı tavsiye etti. Tavsiye etti. 2. Fegale racul, o racul şöyle dedi. Uhibbu en ekune agnen nas. Ben insanların en zengini olmayı istiyorum ya Resulallah dedi. Öyle mi? Biz de istiyor muyuz acaba? Öyle dedi. Ben insanların zengini olmak istiyorum. Men insonlarning eng boyi bo'lishni istayapman. Peygamberimiz gale buyurdu. Kün kan'an tekun a'nen nas. Sen eng qanoatli bo'l, shunda insonlarning eng boyi bo'lasan. Qanoat. At hazinesine sahip ol, en zengin adam olursun buyurdu. O'zi olimlar aytishgan al-qanoatu kanzun la yafna. Qanoat bitmaz, tuganmas bir xazinadir. Qanoat. Qorning to'ydimi? Ustingni bekitadigan libosing bormi? Bo'ldi, alhamdulillah. Bo'ldi, endi qachon avliyo bo'laman deb shuni dard qil. Boshqasini qo'yavering. Boshqasi o'zi Alloh taolo zikringizni ko'paytirsangiz, rizqingiz barakatli bo'ladi. Bugünkü açlık ve bugünkü sıkıntı kanaatin olmayışındandır. Öyle değil mi muhterem müminler? Kanaatin olmayış. Nedir? Şimdi Cenab-ı Hak hepimize rızkımızı üzerine almış, kefil olmuş. Kefil olmuş. Nitekim Evliyaullah'tan bir zata birisi gelmiştir. Çok çocuğum var, rızıklarına yetişemiyorum, sıkıntıdayım, ne olur bana yardım et demiştir. Bunun için
O mübarek zat da gayet ciddi bir şekilde almış karşısına. Şimdi sana tavsiye ediyorum. Eve git. Bir kishi avliyodan bir zotni oldiga kelib, bolalarim ko'p, rizqimizdagi yetishmovchilikdan shikoyat qilyapman, qo'rqyapman, bolalarimga nima bo'ladi degan shikoyat bilan kelganida avliyoullohdan bo'lgan zot shunday javob berdi. Demiş, eve git. Rızkı senin üzerine olan çocukları ayır. Hazreti Allah'ın üzerine olanları da ayır. Ondan sonra gel bana, ben sana tavsiye edeceğim demiş. Adam düşünüyor. Hepsinin rızkı Allah'ın üzerine. Öyleyse niye telaş çekiyorsun demiş. Avliyoullohdan bo'lgan zot unda uyingga bor, rizqi Allohning üzeriga bo'lgan bolalaringni ayir. Rizqi sening üzeringda bo'lgan, ya'ni sen uni rizqini berishing kerak bo'lgan bolalaringni ayir. Odam uyiga kelib o'ylab ko'ribdi va hamma bolalarimni rizqi Allohning uzeriga-ku, Alloh beradi-ku rizqini deb qaytib kelibdi. Unday bo'lsa nega rizq andeshasiga kiryapsan? Degan ekan o'sha avliyo. Niye telaşlasın öyleyse? Bakın, şimdi hepsinin rızkı Allah'ın üzerinedir deyince, şimdi biz bu rızkın Cenab-ı Hak üzerine olduğunu biliyoruz. Ama neden azlık oluyor, neden fakirlik oluyor? Onun sebepleri var ayrı. Rızık Hazreti Allah üzerine. Bugünkü insanlarımızın çoğu rızık sıkıntısı çekmiyor. Neyin sıkıntısını çekiyor? O kendi hayalinden kendine göre bir hayat tarzı düşünüyor. Ne olacak? Benim şöyle bir villam olacak. Onda otur. Xullas, bu juda ajoyib bir hadis sharif. Inshaalloh bir kun hammasini o'qiymiz. Muhsinlardan bo'lishni istayapman deganida Allohni ko'rayotganday ibodat qil deb aytadi. Xullas, sallallohu alayhi vasallam juda ajoyib bir hadis sharif. Hattoki eng oxirida Ravohi Ahmad bin Hanbal hazratlari aytayaptiki, Mustag'ri dediki, ma ra'aytu hadisan a'zamu va ashmalu li mahasin. Bütün güzel axloqlarni to'plagan, hammasiga shomil bo'lgan eng katta hadis sharif budir. Bundan kattarog'ini ko'rmadim degan ekan. Inshaallohul karim o'qiymiz kelajakda. Alloh nasib aylasin. Xullas, biz bolalarimiz ertaga qanaqa odam bo'lishini, jamiyatimizning ertangi rahbarlari, kelajakdagi rahbarlari kimlar bo'lishini gaplashayotgan edik. Ertangi rahbarlar bugungi aholining uyida, onalarning quchog'ida. Agar onalar bolasini emizdirayotgan paytda televizorni ochib ashulalarni eshitib o'tirgan bo'lsa, ertaga bu yomon militsiyalar qayerdan chiqdi deb ayyuhannos dodvoy solmasin. O'zimiz tarbiya qildik desin. Haliyam kech emas, endi yaxshisini tarbiya qilaylik desin. Chunki kama takunu yuvalla alaykum, sizga loyiq rahbarlar yuboriladi. Ahvol bunchalar tahlikali bo'lib ketayotgan bo'lsa, duo qilaylik, ichimizdan eng taqvolilarimiz, eng bilimli domlalarimiz chilaxonaga chekilishsin. Chunki bir 40 kun faqatgina. O'sha 40 kundan keyin albatta tashqaridan taom yemaydigan bo'lsa, taqvoga tom rioyat qilayotgan bo'lsa, meni hamma avliyo desin deb emas, haqiqatdan avliyoullohdan bo'lishni niyat qilgan bo'lsa, chilaxonadan zikri qalbiy qila oladigan zot bo'lib chiqadi. Ana shunda u zotning so'zlari hammaga ta'sir qiladi. Alloh taolo muvaffaq aylasin hammamizni. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin fi amanillah.